Hammaga salom, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun har bitta ishtirokchimiz birma-bir birinchi o'rin uchun, ya'ni Miss O'zbekiston uchun ovoz berishadi. Siz ovozingiz? Men ovozimni Shahizadaga beraman. Yana bir aktiv uchastnichalarimizdan biri Shahizada. Kimga ovoz berasiz? Menimcha men Bonuga ovoz beraman, sababi вообще zo'r yuribdi. Внешний видим, вообще zo'r ketadi. Xo'sh, Umida, sizningcha Miss O'zbekiston 2024 kim bo'ladi? Men o'ylashimcha Farangiz bo'ladi. Navbatdagi ishtirokchimiz Farangiz. Xo'sh, kimga ovoz berasiz? Men Bonu opaga ovoz beraman. Poxotkalari, bo'ylari juda ham idealni bo'lgani uchun Bonu opaga ovoz beraman. Bonuga ovoz beraman. Menimcha Bonu bo'lsa kerak. Didishani ovozini bilamiz. Я думаю, что Zarina. Zarinaga ovoz bergan bo'lardi. Samarqandlik ishtirokchimiz Zarina. Kim Miss O'zbekiston bo'ladi? Men o'ylashimcha Shahzoda ko'proq tortyapti. Zarikani ovozi kim uchun? Assalomu alaykum. Men ovozim Shahizadaga. Men o'z ovozimni Maqpalga beraman. Maqpal, kimga ovoz berasiz? Meni fikrimcha Miss O'zbekistonni Nigina olsa kerak. Durdonaga ovoz bermoqchiman. Durdona, fikringiz juda ham qiziq. Bizda yana bitta yosh ishtirokchimiz bor, Farangiz. Nima uchun Durdona? Kuchli aura. Sarvinoz fikrlarini bilamiz. Raqobat o'ta kuchli. Judayam. Men Sarikaga ovoz bergan bo'lardim. Rahmat, kattakon.